hodisalar bilan o'z vaqtida juda ham zamonaviy mehmonxonalardan biri bo'lgan Chorsu mehmonxonasi nega bu qadar tashlandiq aylanib qolgani haqida gaplashamiz. Ushbu mehmonxona 1982-yilda qurilgan va 2000-yilgacha faoliyat yuritgan. 2008-yilga kelib rasman yopilgan 23 qavatli binodir. 2007-yilda mehmonxona Koreyaning Daejeon Global kompaniyasiga $7 million sotiladi. Lekin ular o'z majburiyatlarini bajara olmaganligi sababli qaytadan sotuvga qo'yiladi. 2017-yilda Jemer Group kompaniyasi mehmonxonani $33 million investitsiya bilan nol qiymatda sotib oladi va shartnomaga ko'ra 4 yulduzli mehmonxona, suvosti restorani, kinoteatr va bir qancha narsalar bo'lishi kerak edi. Lekin bularning hech qaysi bajarilmaganligi sababli 2019-yilda shartnoma bekor qilinadi va 2020-yilda qaytadan sotuvga qo'yiladi. Endi ham bu mehmonxonani kim sotib oladi deb o'ylayapsizmi? Sotib olishdi. Bosh ofisi Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Ittihad International Investment uni 16.9 milliard so'm taklif bilan auksionda yutib oladi va oradan shuncha yil o'tdiki, lekin hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q.